Bismillahirrahmanirrahim. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr vel leyli izâ yesr. Sübhi bilen, Zulhacının deslepki 10 keçisi bilen, Qurbanlıq günü bilen qasamki kafirlarga azap qılımız. Hel fî zâlike qasamun lizî hicr. Aql egisiga bunun da yani yuqorqi narsalarda qanoatlanarlik qasam bormi? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram zâtil imad. Rabbingning Ad kuchlik Iramni qandaq jazolaganligini ko'rmidingmi? Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Ve semud allazina jabu s-sakhra bil wad. Shuningdek, Vadi Qurada toshlarni kesib uylarni bino qilgan Samudni Allah qandaq jazoladi? Ve fir'auna zil awtad. Shuningdek, qo'ziqlar egisi Fir'avnni qandaq jazoladi? Allazina tagaw fil bilad. Ular shaharlarda zulm qilishda haddidan oshdi. Fa aktharu fiha al-fasad. U yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi. Fasabba alayhim rabbuka sawta azab. Rabbing ularga qattiq azobni nozil qildi. Inna rabbaka labil mirsad. Rabbing bandilarni albatta kuzatib turg'uchidir. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Rabbi insonni sinab aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u Rabbim meni aziz qildi deydi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Rabbi insonni sinab rizqni tar qilsa, u Rabbim meni xor qildi deydi. Kalla bal la tukrimunal yatim. Hargiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. Ve la tahadduna ala ta'amil miskin. Bir-biringlarni miskinga oshnon berishga targ'ib qilmaysizlar. Ve ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Mirasni halol harom demasdan hadab yeysizlar. Ve tuhibbunal mala hubban jamma. Molni hirislik bilan nihoyatda do'st tutsizlar. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ey g'afillar, buningdan yeninglar. Zamin orqama-orqa tavritilgan chaqda Ve jaa rabbuka vel malaku saffan saffa. Rabbing kelgan va farishtalar sap-sap bo'lib kelgan chaqda وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Günahkarlarni ko'rish uchun jahannam keltirilgan chaqda shu kunda inson, ya'ni kafir, dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Bu chaqda eslaganning uningga nim foydasi bo'lsin? Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. U aytadiki, kashki men dunyodagi hayot vaqtimda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsam-chu. Fa yawma idhil la yu'azzibu 'azabahu ahad. Shu kunda hech kim Allohga osiylik qilganlarni Allah cezalagandek cezalamaydı. Ve la yuthiqu wathaqahu ahad. Hem de hiç kim Allah bağlagandek bağlamaydı. Ya eyyatuhan nefsul mutmainneh. Ey aram tapqıcı can. İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh. Sen Rabbinden memnun, Rabbin senden razı bolgan halda onun dergahı qaytqın.
فادخلي في عبادي Sen mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgin. وادخلي جنتي Mening jannatimga kirgin.